Assalomu alaykum, qadrli Optimus Invest Academy kuzatuvchilari, YouTube sahifasi a'zolari. Mana sizlarga aksiyalarni prosta bozordan yo'q bo'lib qolishini, insonlar nima uchun texnik tahlil bilan kirib savdoga pullarni yo'qotishini tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana iRobot Corporation degan kompaniya, ya'ni o'zbek tilida IRBT deydi yoki IRBT deydi. IRBT degan ticker ostidagi kompaniyani dushanba kuni tushunishinglar uchun mana shu kompaniya bozordan chiqarib yuboriladi, ya'ni delist qilib yuboriladi. Listingdan yo'qolib ketadi. Bir ikkita O'zbekiston communitiesdagi odamlar, haligi pennilarning orqasidan pullaydiganlar, mana shu nuqtadan xaridni amalga oshirgan. Tipa dushanba kuni emishki 50% yurib berar ekan. Okay. Mana afterda ko'rayotgan bo'lsanglar, yuryapti, ko'rasizlar. Hozir ular aytyapti, zo'r, dahshat, dushanbaga tushlaymiz. Bugun kirishgan. Do'stlar, bugun kirishgan. Mana shu tochkada kirishgan. Mana shu voy dahshat zo'r narxda oldim deb turib. Endi qaranglar nima ssenariy bo'ladi. Mana hozir vaqtimiz real o'tyapti. Mana 12-19 dekabr kuni soat 4:48 Amerika vaqti bilan. Xo'p, mana bozor ham yuryapti. Mana tam minutlikda ko'rsanglar, ko'rinsa kerak. Mana bozor qimillayapti-da mana. Bozor qimillayapti. Real vaqt bilan bo'lyapti mana. Obnovit versiya shu to'pani bo'ladi-yu, ko'rinadi. Biz mana ko'rib turganinglardek bozor yuryapti. Hozir yana gapni davom ettirganimizda ko'rib olamiz. 53.05 ko'rgan bo'lsanglar. Demoqchimanki, mana dushanba kuni mana shu aksiya kamida mana shu bir 60-70% ziyonda ochiladi-da. Buni oldindan bilsa bo'ladi, chunki bozordan chiqarib yuborilyapti. Men har bir kirayotgan kompaniyamni sun'iy intellekt orqali analiz qilaman. Tushunasizlarmi? Sun'iy intellekt mana o'zgardi. Ko'rdinglarmi? Ko'tarilyapti. Naborot ko'tarilyapti, ko'rayotganmiz. Odamlar qursa 16% yurdi. Ko'rdinglarmi? 53.05 da 54 sentga chiqdi. Demoqchimanki, hozir mana shu yerda chiqib ketmagan. Mana ko'pchilik buni bilmaydi. Mana video dushanba kuni joylanadi. Ko'pchilik bilmaydi. Mana shu aksiya dushanba kuni bang etib IRBTQ ticker ostida ochiladi mana. IRBTQ ticker ostida ochiladi. Tushundinglarmi? IRBT LMFM IRBTQ da ko'proq bankrot bo'layotgan kompaniyalar Nasdaqda shunaqa bo'ladi. Mana shu ticker ostida paydo bo'ladi. Portfeliga olib qo'ygan inson hozir mana ko'ryapti, yaxshi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. 60-70% minus ochiladi. Mana dushanba kuni bu videoning ikkinchi qismi ham joylanadi. Qadrli ishtirokchilar, bu bilan nima demoqchiman? Men har bir savdoga kirayotganimda ko'raman, to'xta bu kompaniya pastga tushibdi, arzondek tuyulyapti. Mana kimdirlar $1 paytida ham oldida, $5 chiqqan, $1 arzon dedi. Yana 50% vaqtida hozir yo'q bo'lib ketgandan keyin boshini qashlab o'tiradi nima uchunligini. Fundamental tahlil qilish bilinglar. Sun'iy intellekt, ya'ni har qanday aksiyani xarid qilishdan oldin sun'iy intellektdan so'ranglar. Bu kompaniya aksiyasi qachon bozordan chiqib ketadi deb turib. Shu narsaga e'tibor beringlar. Men ko'rdim, dushanba kuni chiqib ketar ekan. 22-dekabr. 22-dekabr kuni isbotini ham joylab beraman deb, juda ham katta sizlar uchun bu dars bo'ladi. Hech qachon bunaqa aksiyalarga kirmaslikka. Sog' bo'lasizlar.